kunlarda bolalar orasida tez uchraydigan meningokok infeksiyasi to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Meningokok infeksiyasi havo tomchi yo'li orqali yuqqanligi uchun bemorda belgilari, ya'ni ismani balon bo'lishi, 39 dan balon bo'lishi, qayta qusish, har bitta qusish ovqatga bog'liq bo'lmagan holatida, ya'ni har bitta qusgandan keyin bemorga yengillik hissi olib kelmaydi. Yana kuchli bosh og'rig'iga o'sha og'riqni qoldiruvchi preparatlar ichilganda ham, ya'ni bosh og'rig'i to'xtamaydi. Bundan tashqari bemorda chalqancha holatda yotganda tizza son bo'g'imini buklash yoki buklangan holatda bo'lsa ochish qiyinlik tug'diradi. Shunaqa holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, bu bemorda meningokok infeksiyasi boshlanganligidan darak beradi. Agar o'z vaqtida vrachga murojaat qilmasangiz, unda bemorda miya qavatlari yallig'lanishiga va undan tashqari yulduzchalik ko'kargan toshmalar toshib ketib, bu toshmalarni stakan bilan bosilganda yo'qolmaydi, ya'ni toshma ko'karib yoki yulduzsimon bo'lib turadi. Agar sizda atrofingizdagi insonda yoki yaqiningizda shu belgilar kuzatilayotgan bo'lsa, unda tez orada pediatrga yoki infeksionist vrachga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz.